Bola tarbiyasi uchun kim mas'ul? Dunyodagi eng tarqalgan muammo tarbiya mas'uliyati ko'pincha faqat onalarga yuklanadi. Masalan, Yaponiyada o'tkazilgan so'rovda ota-onalarning atiga 35% tarbiya ikki tarafning birgalikdagi mas'uliyati deb hisoblangan. Qolganlar esa tarbiya bu onaning vazifasi deb hisoblagan. Shu sababli ko'plab otalar bolasi bilan yaqin munosabat o'rnata olmaydi. Bolalar esa otasini uyda yo'q odamdek hisoblaydi. Bir yapon oilasida otasi ish bilan band, haftasiga 60 soatdan ortiq ishlaydi. Bola unga dada, men bilan futbol o'ynaysanmi deb murojaat qilganda, otasi meni bezovta qilma deydi. Onang bilan gaplash deydi. Bola otasiga mehr qo'ya olmaydi, onaga esa ortiqcha ruhiy yuk tushadi. Bir necha yil o'tgach, bola onasi bilan yaqin, lekin otasidan sovuq bo'lib ulg'ayadi. Skandinaviyada esa tamoman boshqacha tizim. Bu yerda otalik ta'tili qonun bilan belgilangan. Otalar bola tarbiyasida faol ishtirok etishi shart. Natijada otasi bilan vaqt o'tkazgan bolalarda stress darajasi 40% past bo'lishi, o'ziga ishonchi esa 2 barobar kuchli bo'lishi aniqlangan. Savol: aslida bola tarbiyasi uchun kim mas'ul? Faqat ona, faqat ota yoki ikkalasi teng darajada? Keling, o'zbekistonlik mutaxassisimizni javoblarini eshitamiz. Hammaga assalomu alaykum. Onalar maktabi doirasidagi navbatdagi foydali darsimiz va bugungi darsimiz doirasida bilasizmi, eng muhim savolga javob berishga harakat qilamiz. Xo'sh, farzand tarbiyasi uchun kim mas'ul? Bizni jamiyatimizda bir fikr, ya'ni afsona desam ham bo'ladi, ayni mana shunday afsona yashaydi. Ya'ni farzandni tarbiyasi uchun faqat va faqat ona mas'ul degan. Nima emish? Ota kun bo'yi ko'chada ishlari bilan band bo'lar ekan, ona farzandni tarbiyasi, rivojlanishi, ta'limi uchun 100% javobgar ekan. Ammo bu 21-asrda qanchalik reallikka to'g'ri keladi? Chunki bugungi kunda nafaqat erkaklar, balki ayollar ham ijtimoiy va professional hayotda juda ham faol va ular ham xuddi otalardan qolishmasdan ishlashadi, mehnat qilishadi va qaysidir ma'noda ko'chadan charchab kelishadi. Haqiqat shundaki, bugungi zamonaviy farzandlarimiz tarbiyasi uchun ota va ona birdek yondashi zarur va albatta mas'uliyatni his qilishlari zarur. Chunki tarbiyada ona bera oladigan qaysidir jihatlarni ota bera olmaydi. Ota bera oladigan mehrni, g'amxo'rlikni, qo'llab-quvvatlash va ba'zi vaziyatlarda intizom va frustratsiyani ona bera olmasligi mumkin. Ko'p vaziyatlarda biz kuzatamizki, farzandlar onani hurmat qilmaydi, aytganini qilmaydi yoki unga gap qaytaradi. Va bu vaziyatda ham ona bir o'zi yakkama-yakka bu muammo bilan kurashishi emas, balki ota bu vaziyatda yordam berishi kerak. Negaki farzandlar onani hurmat qilmasligi, farzandlar unga itoat qilmasligini o'zida ko'rinib turibdiki, demakki onani oilada yetarlicha hurmati va o'ziga yarasha o'rniga ega emas. Bu vaziyatni o'zgartirish uchun mas'uliyat esa to'g'ridan to'g'ri otaga borib tushadi. Xo'p, agar men katta oilada yashayman, bizda bobo-buvilar ham bor oilamizda. Ular qanchalik farzand tarbiyasi uchun mas'ul desangiz, albatta ularni yordami va hissasi beqiyos. Chunki bizni bobo-buvilarimiz juda ham uzoq bo'lgan hayotni yashab o'tishgan, ulardagi donolik, ulardagi hayotiy tajriba bizda yo'q. Va albatta ular ham umumiy jihatdan ota va ona tomonidan shakllantirilgan tarbiya tizimiga qarshi chiqmagan holatda, ota va onani qo'llab-quvvatlagan holatda qo'shimcha yordam berishsa, bizni vaqtimiz yoki sabrimiz yetmagan joyda ular tarbiyaga chiroyli bosiqlik bilan agarda yondashadigan bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Demak, farzandimizni tarbiyasi uchun mas'uliyat kimda ekanligini siz bilan aniqlab oldik va o'ylaymanki, bu darsdan so'ng hech kim farzand tarbiyasidek sharafli bo'lgan mas'uliyatdan qochishga harakat qilmaydi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.